takrorlamoqchi bo'lganlar bitta qarab olsin, variantchilar variantni bosaversin. Trapetsiya nima bo'ladi? Ikkita asosi bir-biriga parallel bo'lgan to'rt burchakka trapetsiya deyiladi. Tushunarlimi? Ikkita asos, mana tepa asos, ustki asos yoki pastki asos deyiladi. Tushunarlimi? Yoki katta asos, bu katta asos hisoblanadi, bu kichik asos hisoblanadi. Endi bular xossalariga qarab ishlab ketaverish kerak. Mana bu yer alfa bo'lsa, mana bu yer ham alfa bo'ladi. Mana bu yer pi minus alfa bo'ladi. Tushunarlimi? Ikkovining yig'indisi 180 deb berish kerak bular. Mana masalan beta bo'lib berilsa, mana bu ham beta bo'ladi. Bu yer necha bo'ladi? Pi minus beta bo'ladi. Ichki burchaklar yig'indisi bunda ham 360 gradusga teng. To'rt burchak bo'ldimi? Ichki burchaklar yig'indisi 360 bo'laveradi. Uch burchakda 180 bo'ladi. Tushunarlimi? Shunday. Endi uni xossalari, burchaklari qanday? Mana burchaklarni tushundilaring qanday bo'lishini. Tushunarlimi? Endi bularga qanday ishlaymiz? Bu berilsa mana bu yerdan bitta bilan 90% holatda balandlik tushiryapti xossalar. Ideya fishkasi hash tushirish kerak. Balandlik tushirsalaring muammolar hal bo'lib qolaveradi. Tushunarlimi? Ko'pincha mana burchak beriladi. Burchak masalan 30 berilsa, buni qarshi takadat mana bu 2 hash bo'lib qoladi. Bu muammo bo'lmay qoladi. Keyin masalan sonlarda beriladi bu narsa. Shularga bog'lashlaring kerak. S100 nima bo'ladi? Masalan shunday bo'lsa. Asoslarining yig'indisi, asos pilis. Mana pastki asos necha? Bmi taqsim 2 ko'paygan h. Mana shu 100 topish. Trapetsiyaning yuzini topish mana shu. Asoslarining yig'indisini yarmi balandlik ko'paytmaslik. Keyin yana bitta xossasi bor. Mana bu L bo'lsa, L nimaga teng? O'rta chiziqqa teng. O'rta chiziq nima bo'ladi? Mana bu asos, mana bu A asos bo'lsa, L teng A plus B taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni asoslarining yig'indisining yarmiga teng bo'lar ekan. Tushunarlimi? Trapetsiyaning o'rta chizig'i deyiladi bu narsa. Xo'p, yana bir ikkita xossalar bor, ularni ham yozamiz. Masalan, shunday o'tsa, asoslarining masalan diagonallar o'rtasidan o'tgan bo'lsin, mana bu diagonalning o'rtasida o'tyapti, bu diagonal o'rtasida o'tayotgan bo'lsin. Mana shu orasida x ni ko'pincha so'raydi. Mana bu b, mana bu a bo'lsa, b minus a taqsim 2, mana shu x. Xossa tushunarlimi? Yodlab qo'yinglar. Asoslarining ayirmasining yarmi mana shu o'rtada x bo'ladi. Keyin yana bitta narsalar bor. Mana bu b, mana bu a bo'lsa, teng yonli bo'lsa yana. Teng yonli trapetsiya bo'lsa, nima bo'lish kerak bunda? Mana bu yer a ligidan, mana bu yer nima bo'ladi? A bo'lib qoladi. Mana shu yerni x desam, bu yerni ham x deymanmi? Shuni teng yonli bo'lgani uchun. Mana bunga, mana buni qo'shsak 2x mi? Plusga a ni qo'shsak, nima bo'lish kerak? B bo'lish kerakmi? O'sha yerdan x topib olsak, x teng nima bo'ladi? B minus a bo'ladi. X ni 2 ga bo'lib yuborsak, b minus a taqsim 2 bo'ladi. Demak, mana bu yer nima bo'lar ekan? Asoslar ayirmasining yarmi bo'lar ekan. Bu yer ham nima bo'ladi? Asoslar ayirmasining yarmi. Tushunarlimi? Ana shunday formulalar qilib tuzib yechib ketirish kerak bu yerda. Keyin mana bundan bitta tushirib olasizlar. Keyin buning kvadratiga 90 bo'lib chiqadi balandligi. H kvadratiga mana bu yerning kvadratini qo'shasizlar, buning kvadratiga chiqaveradi. Farqi yo'q. Mana shu 3 burchakka qadaladda trapetsiya. 3 burchakni bilgan odam hamma narsani yaxshi biladi dedim-ku. Shundan hamma xossalarini bilib ishlab ketaveramiz. Keyin yana bitta yuzasini mana bunga bog'lasak. Mana bu narsa L bo'lyaptimi? Shundan L h ga ham tengda yuza. Mana chunki a plus b taqsim 2 ning o'rniga L ni qo'yib yuborsak bo'lar ekan-ku. Ko'paygan L h bo'lib qolar ekanda. Chunki sizlarga L bilan h ni berib qo'ysa nima qilaman yuzani deb o'tirmaysizlar-da. L h ko'paytirsang yuza chiqaveradi. Qiyin emasmikan bolalar? Xossalari mana shulardan iborat asosan. Endi misollardan boshlaymiz. Birinchi misol. Mana shunday bo'lsa, mana bu x ekan, mana bu 65 ekan. Mana bu yon necha bo'ladi yana? 65. Yana 65 bo'ladi. 65 ga plus x qo'shsak necha bo'ladi? 180 bo'ladi. X teng 180 minus 65. Javob necha bo'ladi? 115 bo'ladimi? Xo'sh, endi masalan 3. Mana shunday bo'lsa, mana bu 3x plus 10 bo'lsa, mana bu 2x minus 10 bo'lsa. Mana bu necha bo'ladi? 2x minus 10 bo'ladi. Ikkovining yig'indisi nimaga teng bo'lishi kerak? 180. 2x minus 10 ga 3x minus 10 plus 10 ni qo'shsak 180 bo'lishi kerak.
5x bo'ladi teng 180 bo'ladi. X teng necha bo'ladi shunda? 36 bo'ladi. Qiyin emasmi ekan bolalar? Xo'sh, shundan keyin 5 ni ko'ramiz. O'zing ishlab, men o'zim tahlil qilib beraman, Dilrabo. Videosini o'chir. Video ko'rmay ishlaylik bolajonlar. O'zimiz video ko'ryapmiz lekin, YouTube'ga qo'yish uchun. 4x x alfa. Kopiyat qilishga o'rganib qolgansan-da hammaga. Sirraz videodan ko'rib, ha, shu bo'ladi, shu. Boshqa xotirish yo'q, kallan ortib qoladi deb o'ylayman. Mana bu x ligidan, mana bu nima bo'ladi? X bo'ladi. Ikkovini qo'shsak necha bo'ladi? 5x teng 180. X teng 36 bo'ladi. Mana bu yer teng yoli degan uchun mana bu yer ham 4x bo'ladi-da. Shuni mana bu ham x bo'lib qoladi, teng yoli deganmi o'zi 5 ta. Teng yoli degan. Shuning uchun mana bu x bo'lsa, mana bu ham x bo'ladi, shunda bu ham 36 bo'lib qoladi. Tushundikmi? Chunki teng yoli deb aytyapti, tayoqchalar teng deganligi. 5 dan keyin 7. Shohjahon trapeziyaga bir takrorlab olsang ham og'ayni, maylimi? Sen dars ko'p qoldirayotganingni ham bilyapsanmi? Jizzaxga ketib qolavermay tur. Demak, mana bu x bo'ladi, mana bu ham x bo'lib qoladi shunda. Mana bu 112 bo'ladi. Bu yoq endi bir xil burchak bo'ladi-ku. Mana bu 34, mana bu ham 34 bo'lib qoladimi? Keyin xo'sh 7 da mana shuni tenglagan. Shuni x topishimiz kerak ekan. A b b-siga teng, a s a ga teng. Shunday bo'lsa, x ni toping deyapmiz. Nega x deymiz? Mana bu yerni? Yo'q, bu x yo'qolib qoladi keyin. Necha bo'ladi o'shanda? Mana burchakka buni tengligini isbotlashimiz kerak hozirda. Bitta bir narsa qolib ketganda bo'lmasam. Mana bu narsani teng deb aytish kerak-da bo'lmasam. Teng yoli bo'lmasa unday deb ayta olmaymiz-da. Teng yoli bo'lsagina shu narsa xossa o'rinli bo'ladi. Mana bu yerda ham bitta misol bor ekan. Lekin bu yerda menimcha aytgan shartini. Mana bu yer bilan 114 ekan. Mana bu x ekan. Bu teng yonli ekan. Mana bu ham bisektor desa ekan. Bu alfaligida mana bu ham alfa bo'lardi-ku. Shunda mana bu ham tengda. Ko'ryapsanmi? 3 ta tomon teng bo'lib qoldi. Endi boya xossalar o'rinli. Mana bu ikkovi yig'ilsa 114 deb berish kerak. Alfalar o'zing ham topsak bo'ladi nechiligini? 2 alfa plus 114 teng 180 bo'lish kerak. Necha bo'ladi alfa? Ayirib olinglar. 6, 7 dan 1 dan bersak 66 mi? Alfa teng 33 ekan.
Bu ham 33 bo'lib qoladimi? Bu ham 33 bo'lib qoladi. Mana bu yer necha bo'ladi? Ha? 114 bo'lsa, bizdan nimani so'ragan? Ha, shu x necha bo'ladi? Shuni ayt desa 114 bo'ladi. Yo'q. X plus 33 teng 180 bo'lishi kerak. 33 ta bersak necha bo'ladi javobi? 7. 7 dan 3 ta bersak 4. X teng 81 ekan. Bo'ldi, shuni so'rayman. Xo'sh, 11-misol ishlaymiz endi. Mana bu x bo'ladimi? Mana bu 45 ekan. Mana bu 18 ekan. Shuna x topishimiz kerak. Aynan mana burchakni sal g'alatiroq chizib qo'ydim. Mana bu 45 bo'lsa, bu ham 45 bo'ladimi? Shuni bu yoq x ligidan bu yoq ham x bo'lib qoladi-da. Chunki 45 gradusga ikkita yon tomoni teng bo'lishi kerak. Uning kvadratiga buning kvadratini qo'shsak, shu 18 kvadrat chiqadi. X kvadrat plus x kvadrat teng 324. 2x kvadrat teng 18 kvadrat, x teng 18 taqsim ildiz 2 bo'ladi. 18 kvadrat. 9 ildiz 2 bo'ladi. Yaxshi hisob. 11 dan keyin qaysi? 13. Tushunarli bo'lyapti yoki kattaroq chizaymi? Ha? 13. On uchta aytyapti, mana bu 4 ildiz osti 2 deyapti. Mana bu 60 deyapti. Mana bu 45 deyapti. Turdan qarab tur. Ana shunday bo'lsa x topishimiz kerak endi. Mana bu x ekan. Mana bu h bilan mana bu h tengda. Tushunarlimi? Ikon, Bekzod, Nurbek. Nima bo'lyapti ikonga? Tur beting deb ekan. Tez. Ha, bilaman. Tur beting deb. Ikkinchi qismda boshida ishlatasiz ikonga. Birinchi mavzuni ko'raman hozir. Mana bu h bilan mana bu h teng dedikmi? Ha, mana bu bilan mana buni bo'lamiz. H taqsim 4 ildiz osti 2 teng nima bo'ladi? Sinus alfa ildiz osti 3 taqsim 2 bo'ladimi? Bular ketsa bu yerda 2 qoladi. H teng 2 ildiz osti 6 bo'ladi. Demak, mana bu h bilan mana bu h teng bo'lsa, demak, mana bu ham 2 ildiz osti 6 bo'ladi, to'g'rimi? Buni bunga bo'lamiz, nima bo'ladi? 2 ildiz osti 6 ni x ga bo'lamiz, nima bo'ladi? Ildiz osti 2 taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? X teng 4 ildiz osti 6 taqsim ildiz osti 2. O'zlari aytganda. Yo'q, qarang, buni bunga bo'lish sinus bo'ladi-da. Qarshisidagi katetning gipotezak nisbati sinus bo'ladi. Xohlasangiz siz boshqa narsa burchakka bog'lab ishlang, farqi yo'q. Endi bizlar nima shuni so'ragan menimcha x da. 13 dan keyin qaysini ko'ramiz? Hammasi bir xil. 18. 18 da qaranglar. Mana bu 7, mana bu 4 ekan. Mana bu 11 ekan. Mana bu 54 ekan. Mana bu x ekan. Xo'sh, bizdan shu x so'rayapti-yu, x so'raganda. Qani topamiz? Shu shunday davom ettirib borsak bo'ladi. Mana shu. Endi mana 54 ku mana bu. Yo'q, x. Yo'q, x bo'lib qoladi. Mana bu necha bo'ladi keyin? 36 minus x mi? Yo'q, Ana mana bunday tushirib olsak qanday bo'ladi? Mana 36 bo'lib qoladimi shunda? 36 bo'lsa,
45lik. Mana bu yoqqa ishlaydi, shuni kattaroq chizib ishlaydi. To'g'ri o'yna. Yetti to'rt, 11, 54 deyapti. X ekan mana shu. Mana shu burchak necha bo'ladi shunda? 180 dan 54 deylik-da. 6 126 mi? 126 min 8 bo'ladi bu. Shunda mana bu 54 bo'lsa, mana bu x bo'lib qoladi. Abataga 7 bo'lsa, 11 bo'lsa. Ha, mana buni shunday ko'chirib olaylik parallel mana bu yerga. 54 likda mana bu 54 mi? To'g'rimi? Mana bu 4 ligidan. Mana bu 4 ligi ma'lum-ku. Bu ham 4 bo'lib qoladimi? Jami 11 edi-ku, mana bu 7 bo'lib qoladimi shunda? Shunda mana bu 54 ekanda. Ma'qulmi? Tushunmadinglar? Ha? Qaranglar, mana bu parallel-ku 4. Shuni shunda ko'chirsak bu yerga bo'ladimi 4? Jami 11 edi, mana bu yerga 7 qoladimi shunda? Bu 7 bo'lsa tengyonli bo'ladimi shunda? Ha? Demak, bu 54 ligidan bu ham 54 mi? Keyin muammo bo'lmay qoladi, x topish. 72 bo'ladimi keyin? Hamma shunda? Qarang. Mana buni parallel shuni chizib bittamanga chizib qo'ydim. Keyin mana 4 ligi uchun mana shu 4 pastga shunday ko'chirsa bo'ladimi? Keyin jami 11 da. Bu yerga 4 ketsa, bu yerga 7 qoladimi keyin? Bu ham 7, bu ham 7 bo'lsa tengyonli bo'ladimi keyin? Bu 54 lik o'zi bor. Biz bu yoqda ham 54 likni aytamiz, keyin x muammo bo'lmay 72 bo'lib qolgan. Tushundingizmi? Ha, to'g'ri? 72 ha, yo'q. Tushundingizmi? Endi men 20 ni ko'rsataman. 72 qanday bo'ldi? Ichki burchaklari 180 ligidan. 20, mana bu 3, mana bu 2, mana bu 4, mana bu 2 sekin. Mana bu 2 ligidan shuni bittaga yana parallel o'tkazib olaylik. Mana bu 2 bo'lsa, mana x minus 2 bo'lib qoladi-da yana, to'g'rimi? Mana bu 3 ligidan mana bu nima bo'ladi? Shu qoladi. Mana bu 90 minus alfa bor. Bu ham 90 minus alfami? Mana bu alfaligi ham bor. Ikkovi yig'indisi 90 bo'lsa, bu ham 90 bo'lishga majburda. Keyin mana shundan 5 bo'lib qoladi. X shundan 7 ekan. Juda oson ishladik, lekin juda qiyin tushunarli. Ha? Ha, Pifagor teoremasi bu bo'ladi. 3 4 5. 3 4 5. Mana shu narsani 5 deb o'yladik, keyin 2 bu yoqqa o'tib ketsa 7 bo'lib qoladi, x teng. Qaysi 4? 4 o'zi bor-da. Qaranglar, bu yerda ko'chirish bo'lib qolyapti. Mana bu 3 ni bu yoqqa shunday parallel ko'chirib kelsak oxirigacha. Mana bu 2 masofa bo'lsa, bu ham 2 masofa tushadi pastga. Shunda jami x ida, bu yer x minus 2 bo'lib qoladimi keyin shunda? Chunki jami x berish kerak-da, 2 bilan 2 qisqarib ketib. Keyin mana bu 3 ligidan, mana bu 4 ligidan orasi 90 ligidan. Mana 90 minus alfaligini bu yoqqa shuni bu yoqqa ko'chiryapman, alfa burchakda ham. Ha. Keyin yo'q. Ha, mana bu 2 o'sha yerga tushyapti-ku. Yo'q, yonidan yana. Mana bunimi? O'zi jami x ida, jami x edi. Bu yer 2 ketib bo'lgani uchun x minus 2 qilishga majburman. Chunki yana 2 ni qaytarib x ni berish kerak-ku, 2 bilan 2 qisqarib. Keyin x minus 2 bo'lib qolar ekan. Mana 90 minus alfa bir alfaligini ikkovini qo'shsak 90 ni berib qolamiz. Demak, 3-burchak ham 90 bo'lishga majburmi? 180 ni berish uchun. Keyin Pifagor teoremasi bo'lib qolyapti. Mana bu 3, mana bu 4. 90 mana shunda 5 bo'lib qolamiz. Demak, mana x minus 2 edi-ku bu yerda narsa. Shuni 5 ga tenglayapsizlar. 2 bu yoqqa 7 bo'ladi.
20dan keyin 20dan keyin 22. Mana bu x ekan. Mana 5 ekan. Mana bu 15 ekan. Qaranglar. Teng yonli trapetsiya ekan. Teng yonli bo'lsa juda oson bo'lib qoladi. Mana bundan yana bitta balandchiroq o'rasizlar. Mana bu yerda nima bo'ladi? 5dan bu yer 5 bo'ladi. Shu yerga mana bu 10 qoladi, javob olmaydi. Ko'ryapsizlarmi osonligini? Tushunmadinglarmi? Qanday tushunmaslik iloji bor bu yerda hozir? Qaranglar. Mana bu teng yonli ekan. Mana bu yerda 5 degan. Shundan mana bu yerdan yana bitta tushirib olsam, bu ham 5 bo'ladimi teng yonli bo'lgani uchun? Demak, mana bu yerga ham 15 bo'lgani uchun mana bu yerga 10 qoladimi? Nima x so'rayapti. Bu ham 10 qoladi-da, mana bu ham 10 bo'lgandan keyin. 22 dan keyin 24. Rahmat. 14. A, da 14 ekan. Ha. Mana bu x ketgani uchun x 14 minus x qilamiz. Jami 14 deganda. Shuning uchun. Keyin mana bu yerdan yana bitta tushirib olsam bo'ladimi? Bu ham x bo'ladimi keyin? Shunda mana 14 qoladi. Mana bu 6 bo'lishi kerak. Mana bu 6 pastga tushadi-ku. Keyin bu x degan bu ham x bo'ladi. Jami yig'indisi nimaga teng edi o'zi? 14 ga teng. Ya'ni tenglab qo'yamiz mana shuni qo'shib, to'g'rimi? 2x plus 6 teng 14 edi. 2x teng 8, x teng 4 ekan. Bo'ldi? Tushunmadinglarmi? Yigirma oltini ko'ramiz endi. Mana bu x, mana bu 8, 13, mana bu 13ligidan. Qaranglar. Mana shuni tushiraversak, balanslik deganmiz fishkani, trapetsiyada balanslik tushiraveramiz. X ligidan bu ham x bo'ladi, mana bu x ligidan, mana bu ham x mi? Shunda. Mana bu 8 bo'lsa, bunga necha ortib qoladi? 5. Pifagorga o'xshayaptimi, o'xshamayaptimi mana endi? 13, 5, 12. X teng 12 bo'lyapti ekan. Osonmi? 26 dan keyin 28. 8, 10, 10, 20. Mana x mikan? Shunda mana bu ham x bo'ladi, mana bu 8 bo'ladimi? Teng yonli bo'lgani uchun 8 bo'lsa necha ortib qoladi? 6, 6 mi? 14, 14, 12, 6, 6, 12 ha, shunday. Endi Pifagorda mana bu 8 bo'lib qolyapti. To'g'rimi? Qiyinmi? Tushuningmi Anvar? 28 dan keyin 31. Teng yonli trapetsiyaning o'tkir burchagi va o'tmas burchaklari nisbati. Teng yonli trapetsiya ekan. O'tkir burchagi 2x bo'ladi, o'tmas burchagi 7x bo'ladi. Teng yonli degani uchun ham 7x, mana bu ham 2x bo'ladi. 360 ga tenglaymizmi jami yig'indisini, Samira? 4, 14. 18x teng 180. 360. X teng 20 bo'ladi. Bu demak shuna 40 bo'lsak bo'ladi. 140 bo'lar ekan-da bu. 140 ga 40 ekan-da. Hamma tushundimi? Ana x ni 20 ligini topyapsiz-ku. Ha? 2 ga ko'paytirib olsangiz 40 bo'lib qoladi-da. O'tkir burchagini top deganmi? O'tkir burchagi 40 bo'ladi-da. Mana o'tmas burchak so'rasa 7x ta olasizlar. O'tmas burchagi kattaroq burchak bo'ladi-da. O'tkir burchagi, o'tkir degan pichoqni qirrasi kichkinaroq bo'lsa, qirraliroq deydi-ku. O'tkirroq deydi-ku. O'tmas desa, yoyiqroq bo'ladi-da. Futbolchilar ham aytadi, o'tkir burchak ostida tepdi deydi-ku. Ha? Eshitganmisizlar shuna gaplarni?
O'tkir burchak ostida. Yaqin burchakka tepdi deydi-ku. 31 shu, 33. Teng yonli trapetsiyaning asoslari ayirmasi yon tomoniga teng. B minus A. Mana buni A, mana buni B desak. Teng yonli asoslari ayirmasi yon tomoniga teng. Trapetsiyaning o'tkir burchagini toping deyapti. O'tkir burchagi qani? Yo'q. Ha, pastida o'tkir burchak. Mana shuni tushunib olsak, mana bir asoslar ayirmasining yarimida. Mana bir 30 ligini bilib qo'ysak bo'ladi shundan. Chunki 30 qarsa ketadi, gipotezani yarmiga teng-ku. Mana bir b minus a taqsim 2 bo'lsa, mana b minus a bo'lib turgani uchun mana 30 deymiz. Xossa nima edi, xossa? 30 qarsa ketadi, ko'zda qolamang. 30 qarsa ketadi, gipotezani yarmiga teng bo'ladimi? Ha? Mana 30 qarsa b minus a taqsim 2 b minus a bo'lib turibdimi? Mana buni 2 ga bo'lganimizga tengmikan haqiqatan ham? Shunda mana 30 ligini bilamiz. Mana bu 90 bo'ladi, mana bu 60 bo'lib qoladi. Bizdan o'tkir burchak so'ragan, o'tkir burchak 60 bo'lgan edi. Все. Ha? Yo'q, bu polni burchak yo'q qo'yib qo'yadi. Mana bu o'tkir burchakcha mana bu. Hozir buni hisoblasangiz 120 bo'ladi bu burchak. Chunki mana bu 60 bo'lsa, 60 ni qo'shnisi 120 bo'ladi o'shandan. Katta burchakda bu. Nuqtas tushundingizmi? O'ttiz uchdan keyin 37 qaranglar. Mana bu 9 bo'lsa, mana bu 18 bo'lsa, mana bu 7, mana bu x ekan. Yo'q. Mana bu ikkita o'xshash uchburchakka alfa bo'lsa, mana bu alfa bo'ladi, to'g'rimi? 18 da x ga nisbati 9 ni 7 ga nisbati edi. Mana bu asoschani, mana bu yon tomonga nisbat, mana bu asoschani mana bu yon tomonga nisbat qilamiz. Endi shu bilan shu ketsa 2 qoladi. X teng 14 bo'ladi mana bu. 37 tushundikmi? 40. Qirqda mana bir 12 ekan, 27 ekan. Mana bir x ekan. Mana bir jamini 26 debdi-da. Mana bir x bo'lsa, mana bir nima bo'ladi deysizlar? 26 minus x bo'ladi. Mana deysiz. Endi bu yelkaga nisbati, asosni yelkaga nisbat qilamiz. 12 ni 26 minus x ga nisbati, 27 ni x ga nisbati. Osonmi? Bitta o'da chiqadi javoblar. Nima qilsalaring inshaalloh sizlar to'g'rimi? Hamma. 41. Mana bu y bo'ladi deyapti. Mana bu 4, mana bu 12 bo'ladi deyapti. Mana x bo'ladi deyapti. Qaranglar-da, mana bu asoslaring yarim bo'lgani uchun mana bu shuligidan mana bu 8 bo'lib qoladi. Chunki mana bu uchburchakning o'rta chizig'i bo'lib qolyapti. To'g'rimi? Ha? Mana bu 4ligidan mana bu 8 bo'ladi shunda asos. Mana 12ligidan nima necha bo'ladi? 24 bo'ladi. Bo'ldi. Bizdan nimadir so'ragan? X minus y. Yo'q. Mana bu 4ligidan mana buni xossa bordi-ku. Mana bu 2a bo'lsa, mana bu a degan. Mana bu 4 ni beryapti bizga. Mana bu shundan 8 ligini bilib qo'ydik. Ha? Javobi 16 bo'ladi. Ha, mana ayirib qo'ydik-ku. Maqsadda tushundingizmi? Nima qanday boshqacha bo'lib qolgansiz? Ha? Oldingidan sal boshqachasizda. Hayotingizda o'zgarishlar paydo bo'lyapti. Yoki rasmga chiroyinglar tosgan.
Montaj qilib tashlab tildiraman.